Rahmatullohi barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan 3 kun nomli challenge'imiz bugun 82-kunidamiz. Yangi bir hikoya aytib bermoqchiman. Bundan ancha yillar avval Millionda konsert dasturining oxirida bir so'z eshitganimni tushunmoqchiman. Ya'ni 20 yillik olingan tarbiyani 2 soatda o'zgartirib yuborsa bo'lmaydi degan bir mazmunda so'z aytganda adashmasam Davron Kabul. Shu narsa haqiqatdan to'g'rimi? Buni hozir hikoya orqali tushuntirib o'tmoqchiman. Bir insonni uyiga mehmon keldi deydi. Mehmon keldi. Mevalar olib o'tish uchun do'konga chiqdi u inson. Do'konga chiqib, piyodalar yo'lakchasidan o'tdi, narigi betdan bu tarafga narsalarni olib qaytarkan, yo'lda, ya'ni piyodalar yo'lakchasida bo'layotgan ish. Bir inson kelib turib naryoqda. Uni yelkasi bilan turtib o'tib ketdi. Qo'lidagi olmalar tushib ketdi, to'kilib, dumalab ketdi. Tabiiyki uni achchig'i chiqadi. G'azablanib, hozir bunga kimligim bildirib qo'yaman, nimaga bu mensimasdan narsalarimni, ya'ni olmalarimni terishmasdan qo'pollik qilib ketib yubordi deb turib orqasidan yugurib yetib oladi-da, shunday yelkasini shu edi. Yelkasidan shu bu yoqqa shunday tortib turib oldiga qaratib, endi uraman degan mazmundami qarayotganda, qarasaki u insonni ko'zidan yosh oqayotgan. Nima bo'ldi desa, uzr birodar dedi, hozir ko'zimga hech narsa ko'rinmayapti, ya'ni sizga ham e'tibor qilmay qolibman. Bir xayolda ketayotgan edim. Qizcham mashina urib ketib qoldi, yosh qizcham bor edi, ya'ni qizdan farzandi. Shuning uchun e'tibor bermabman. Narsalaringiz to'kilib ketdi, yordamlashman dedim. Iloji bo'lsa menga yordam bering, ya'ni qizcham nariroqda turibdi desa, uni fikr xayoli tamoman o'zgaradi. Ya'ni bu insonga yordam bera olmayman. Agar yordam bera olmasa, uzr birodar deydi, hamda boradi, olmalarini teradi, narsalarni olib, ya'ni yo'lini davom etib uyga qaytib ketadi. Ba'zilar ham bor, yana aytib ketay. Boshqa insonning holatini tushunmay turib, urib tashlaydiganlar ham bo'ladi. Oramizda unaqalar ham bor. Kecha ham aytib o'tgandik, ya'ni tanangda og'riq his qilyapsanmi, demak tirishsan. Boshqa inson tanasida og'riq his qilyapsanmi, demak insonsan. Agar boshqa inson tanasida og'riq his qilmaydiganlar bo'lsa, ya'ni urib yuborishi mumkin kelib turib, pasratib. Agar haqiqatdan tushunsa, boshqa insonni ham hissiyotlarini, ya'ni tanasidagi og'riqni, ya'ni boshqa insonni ko'rib turib, holatini tushuna oladigan inson bo'lsa, uzrni aytib, yo'lini davom etadi. Agar yordam bera olmasa, qo'ldan kelgancha yordam berib, undan keyin uyga qaytadi. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, bu yerdan oladigan xulosamiz, u g'azablanib borganda, ya'ni hozir urib turib, buni alamma olaman yoki bir so'kib qo'yaman degan mazmunda borgan edi, ammo tamoman boshqacha bo'lib qaytdi. Soniyalarda o'zgaryapti. Insonda shunday. Imom G'azoliy rahmatullohi alayhni bundan adashmasam taxminan 1300 yil avval aytgan so'zi bor. Ya'ni fikr hissiyotni uyg'otadi. Hissiyot harakat kundaydi, harakat natijaga olib boradi. Ya'ni fikrdan boshlanyapti emas. Fikr hissiyotni uyg'otyapti. Aytaylik, bittasi naryoqda choy ichyapti. Biz ham sanqab turgandik, fikr kelib qoldi. Ya'ni choy ich. Hissiyotni uyg'otyapti. Ya'ni ichimizdan shu narsa o'tdi, ya'ni xohish. Shuni ichsam degan. Turdik, ya'ni harakat qilyapmiz. Bordik, yolaga qo'ydik, ichyapmiz. Ya'ni natija bo'lyapti. Natijasi ichishimiz. Ya'ni uzr. Fikrdan boshlanyapti emas. Endi 20 yillik tarbiyani 2 soatda o'zgartirib yuborsa bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Ya'ni soniyalarda o'zgaradi. Shunday. Endi aytib o'tadigan narsamiz, befoyda narsalar, ya'ni video roliklar hamda bir biz mentalitetga to'g'ri kelmaydigan video roliklarni ishlab chiqishyapti. Hozirda bilsanglar, blogerlar, shu vaynerlar yoki kinolarda ham ko'zimiz tushyapti yoki kulgili konsert dasturlari, ya'ni nima desak bo'ladi? Million bravo deymizmi?
Avvallari shunday edi. Hozir ko'rmay qo'yganman to'g'risi. Avval shu yoshlik paytimizda ko'rardik. Ko'zim tushganida hozir aytib o'tdim. Ya'ni insonni agar o'zgaradigan bo'lsa, fikrlashi soniyalarda o'zgarishi mumkin. Yot g'oyalar ham kelib qolishi mumkin. Shuning uchun nima ko'rayotganimizga, kimga taqlid qilayotganimizga, kimdan nima olayotganimizga, ya'ni qanday kontent ko'ryapmiz, nimani olyapmiz, bilib olishimiz kerak. Insonning miyasi bir yoniq bir kameraga o'xshaydi. Asosan ko'z orqali ma'lumot oladi. Nimanidir ko'rsa, noto'g'ri bo'lsa ham qilib ko'rsa bo'ladigan degan xayol keladi. Aytdik-ku, ya'ni biz mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar chiqarishyapti, shular ko'rinyapti. Ko'rilgandan keyin tabiiyki, ya'ni buzib yuborsa bo'lmaydi, o'zgartirib yuborsa bo'lmaydi dedi-yu endi. O'zgartirib yuborsa bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri narsani ko'rdim, shu narsani qilib ko'rsa bo'ladi ekan deydi. Ya'ni bir buzg'unchi narsani ko'rdi deylik. Narsani qilib ko'rsa bo'ladi ekan dedi-da, o'sha narsani qilib ko'ryapti. O'zgarish bo'ladi. Shuning uchun yaxshi, foydali hamda bir insonlarga manfaat keltiradigan narsalarni ko'rish kerak. Shuni ulashib bergandim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.